Nargiz, men bir yilda ishlab qaytaman, keyin to'y qilamiz. Orzu qilganimizdek kutasanmi meni? Kutaman, albatta kutaman. Faqat tez keling. Bo'ldi, senga ishonaman. Dadajonim. O'g'lim Rossiyadan keldi. Keldi, o'g'lim. Yaxshi yetib kelding. Rahmat. Yaxshimi? Rahmat, zo'r. Ta'mir olib kirib turing, hozir kelaman. Xo'p? Qayoqqa ketyapsan? Nargizni olganmi? Ha, Ha, u erga tegib ketgan-ku, uning ustiga ikkita bolasi ham bor. Ha, ketganimga 1 yil bo'ldi. Qanday ikkita bola bo'ladi? Qanday? Shunday qilib kutaman deb kutmadi bevafo. Lekin sen kutasan-a meni, Sadoqat? Kutaman. Faqat tezroq keling. Bo'ldi. Chorixoning keladi seni, Sadoqat. Kut meni, jonim. Kut meni, Sadoqat. Otam meni oppog'im deydi, koshki edi tunda ko'rinsam. Nima bo'ldi? Men Rossiyadan kelganimdan xursand emasmisiz? Yo'q, xursandman, lekin Sadoqat ham erga tegib ketdi. Men sizni qancha bo'lsa ham kutaman, faqat tez kelasiz. Qilma menga, baribir kutmaysan, yerga tegib ketasan. Bilaman-ku sizlarni. Kutaman. Ko'ramiz. Assalomu alaykum, dada. Men keldim Rossiyadan. Ye, o'g'lim yaxshi keldingmi? Senga gapim bor. Bilaman. Sizni kutaman. Degan charos ham yerga tegib ketdi. Bu aniq edi-ku. Ha, yo'da, charos seni kutdi. Милый, ты что сделаешь? О, привет, пап. O'lay agar kutmaydi deb o'yladim. Showgirl в этом клубе просит снять очки. Today mol soat 10 bo'ldi. Sen hali ham sasib uxlab yotibsan. Sen bolan rejiming buzilgan, soqollaring o'sib ketgan qara. Kechqurun bilan daydiysan, kunduz kuni uxlaysan. Abid bo'ldi. Yu tez. Nima bu uyingda har kuni urush, to'polon, tinchlikmi? Tinchlik emas-da, o'g'limda rejimi buzilgan. Kunduz kuni uxlaydi, kechqurun daydib yuradi, jinni. Ana. Meni ham ulim seni ulingdek bir xil edi. Mana keyinmi uylantirib qo'ydim, mana cho'stiymasin, hozir chiroyli yuribdi ish qilib. Rejim to'g'rilanib ketdimi? Hada, sen ham shunaqa qil, uylantirib ol. Ona deyimgir 12 bo'ldi soat. Soat 12 bo'ldi. Abid bo'lyapti. Sen hali ham uxlayapsan. Buni men uylantirib ham rejimini to'g'rilaolmadim. Eshityapsanmi? Bilaman, eshityapsan. Xudoyim uxlab qolibman-ku. Nechinchi yil hozir? Alo, kelin saringiz qayerda? Uyda? Nima qilasiz? Ertalab sahardan turib hovlilar supurib qo'shnilarga kelin salom qilishim kerak edi. Nimaga? Baribir siz qilmayapsiz-ku. Bugun ertalabdan Andijonga zo'r qilib zavtrak tayyorlab beray, xursand bo'lib qolsinlar. Qizim, nima qilyapsiz? Sizga zavtrak tayyorlayman, Andijon. Abedda zavtrak tayyorlayapsizmi? Qanani go'rsoqda? Hali ertalab voqli deb o'ylab uyg'otmanmi, Andijon? Yana maraz xudo bo'lmay o'lgur. O'g'lingni rejimni uylantirsang to'g'rilanadi deganiga men o'g'limni uylantirgandim. Seni qizing meni o'g'limni rejimidan battar ekan-ku. Nega shuni boshida aytmading? Men ham shu erga tegsa rejimi to'g'rilanadigan uchun erga bergandim. Qaysidir xotin quli xotiniga mashina olib kelyapti. O'l. Jonim chiq. Meni bolammi? Shu toychoq saniki. Yaxshi miskina. Jinni o'zi ijarada uyda tursang nima qilarding? Mashina olib berib uy olsang bo'lardi-ku. Ha, olib bersam xotinimga olib beraman-da, dada. O'l xotin quli. Bu o'g'lingiz xotiniga mashina sovg'a qildimi? Yo'q, menga olib keldim. Ha, xotinimga deb yozib qo'yibdi. Uyda meni erkalab xotinim deb chaqiradi, o'g'lim. Bilib turing, mashg'ulyapsan. Jon, bugunam eri bilan Maldiv orollariga ketibdi. Biz ham boraylik. 7 sinfda meni olib bergan tursukni kiyib yuribdi. Bittaga olib borarmikin bu Maldivga?
Ha, o'g'lim o'zi qarzga botib yotibmiz, yaqinda mashina olgan bo'lsak, shuncha xarajatimiz turibdi, endi xotining gapiga kirib Maldivga bormasdan, ha? Meni bir o'zim tashlab ketasanmi, bolam? Ha, siz ham ketasiz? Va bilaman, ozgina xotin qulisan, lekin menga o'xshagan mujiksan, sen mujik. Avtobusga bilet olganman, qishloqqa ketasiz. Jon, Voy bilan. Hozir nimadir so'raydi-da yana. ana xolamni qo'shnisini, tog'asini, jiyanini to'yib o'tdi. Taqinchog'imni olib bering, brilliant. Ye, qanaqa brilliant, ha? Qanaqa brilliant? Mashina olding indamadim. Sayohatga chiqib keldik indamadim. Endi brilliant olmoqchimisan, ha? Xotinning gapiga kirolmaysan-ku, xotin quli. Hozir kallangni ishlat, pulimiz yo'q, qarzga botib yotibmiz. Lekin dadam to'g'ri aytyapti. Boshqa safar olib berarman, maylimi? Rahmat, dadasi berib yuborgan sovg'ingizni oldim. O'zim xohlagandek brilliant ekan. Brilliant? Qanday ko'ndirdi? Voy bila. Kecha payshanba ekanda. Yurak urar, jiz. Ko'chada ikkita qiz. Ha, oyijon, kuyovingizmi? Vannadalar. Nima qilayotganimni ham ayt. Onangga har narsani ham aytaverman, necha marta aytdim, og'zingda gap turadimi o'zi? Xo'p. Qara, men kechagi mashinani oqidan olmoqchiman. Uydagilarga surpriz qilamiz. Faqat oyingga aytib qo'yma, tushundingmi? Xo'p. Qara lekin. Hozir og'zingda gap turmaydi, bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabriklayman, oq mashinalar olibsan, tagidan shamollab o'tib yursin. Rahmat. O'z oyinga yetmadingiz-ku? O'shangiz siz oyingizga yetdim. Ey, sen ertalab turganda 3 ta 4 ta tuxum yegin, ichingni zo'r qotiradi. Nega unaqa deyapsan? Ha, iching o'tayotgan ekan u. Senga kim aytdi uni? Ha, xotinimga, xotinim esa menga aytdi-da. Akajon kelib yaxshi qilsan dedi. Ye, qaynaka, qanday yaxshi. Biz tomonlarga qaysi shamonlar uchirdi? Opam bilan gaplashuvdim. Uyda produktda qolmabdi. Shu hamma produktlar olib keldim. Rahmat. Aytganchanu, to'yingga bizdan nima xizmat? Hech narsa kerak emas, pochcha. Bu eshitishimcha mashinangizni urib olibsiz. Ishdan haydalib ketibsiz. Ahvolingiz juda og'ir ekan, minusda ekansiz. Kerak emas, pochcha hech narsa. Senga kim aytdi uni? Opam. Seni og'zingda gap turadimi o'zi? Har narsani har kimga aytaverma dedim. Aytilmaydigan gaplar bor. Jinnimisan? Boya Charchab ketdim. Viloyatdan yugurib kelyapman. Eshitib sirasi yugurdim. Yo'q, siz umuman siqilmang. Bu hamma erkaklarning boshida bor. Oldiramiz o'sha varikozingizni. varikozni qayerdaligini ham aytdingmi?